Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarning yo'lidagi aziyat beruvchi narsalarni chetga olishga targ'ib qilganlar. Baynama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin ala at-tariqi fa akhkharahu fashakarallohu lahu faghafara lahu. Ravahul Buxoriy. Bir kishi yo'lda ketayotib tikanli butoqni ko'rdi va uni chetga olib tashladi. Alloh uni bu ishi uchun mukofotladi, gunohlarini kechirdi. Imom Buxoriy rivoyati. Hozirgi hadis muborakda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizu biz e'tibor qilmaydigan narsaga katta bir nazar bilan, katta bir e'tibor bilan gapiryaptilar. Yo'ldan o'tib borayotgan odam ozor beradigan narsani ko'rdi, tikanmi, toshmi, odamlar shunga qoqilib ozor chekmasin deb olib qo'ydi. Buni ajri, gunohlari kechirilishligi bilan tugadi. Katta bir mukofotlarni Robbimiz berdi. Siz biz ham mana shu yo'l odoblariga rioya qilishligimiz kerak. Uni o'rniga darvozamizning tagini do'mpaytirib ko'tarib qo'yamiz. Sababi o'tayotgan haydovchilar tez yuradi. Haydovchi ham o'sha mahallada sekin yursin, bular ham yo'lga ozor beradigan narsalarni qo'ymasin. Sizu biz mu'min musulmonlar dinimizdan naqadar uzoqlashayotganligimiz sabab ko'cha-ko'ylarda yurishlik juda katta xatarga aylandi. Har soatda, har kuni qanchadan qancha avtohalokatlarni ustidan chiqyapmiz. Lekin ibrat olish yo'q, Allohni eslashlik yo'q. Dinimizda yo'lning haqqi ko'zni tiyishdir, aziyat bermaslikdir, salomga alik olish, yaxshilikka buyurish va yomonlikdan qaytarishdir.